والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات الله سبحانه وتعالى mana shu yerga bosib kelgan qadamlarimizga Alloh taolo har bittasiga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu suhbatida Jannatul Firdavsda o'tirishimizni nasib qilsin. Amin. Payg'ambarlarning qissalarini davom etar ekanmiz. Mana bugun qissalarda eng ajibi va eng nodiri bo'lgan Yusuf alayhisolamning qissasini boshlaymiz. Bu qissani boshlashdan burun o'tgan suhbatimizdagi Lut alayhisalom va u kishining qavmi bo'lgan Sadum qavmini ustida sodir bo'lgan ba'zi ishlarni qisqa takrorlab qo'yadigan bo'lsak, toki keyingi mavzuga o'tib ketishimiz osonroq bo'lsin. Mana payg'ambarlarda karim payg'ambarlardan bo'lgan Lut alayhisalom yer yuzida buzg'unchilikni cho'qqisiga chiqqan, yer yuzida yashagan xalqlarning eng rasvosi bo'lgan Sadum qavmiga payg'ambar bo'lib yuborilganini ko'rdik. Va bu qavm payg'ambarlarning tarixida, insoniyat tarixida eng fosiq, fisq-fujurga to'lgan, kufr va fahshga botganligini ko'rdik. Ulardan burungi qavmlar albatta kofirlari bo'lgan, mu'minlari bo'lgan, fosiqlari bo'lgan, lekin ifloslikda, razillikda bularda tengi bo'lmagan. Va u qavm mana sizlardan burun hech kim qilmagan ishni qilasizlarmi deb Lut alayhisalom tomonidan Alloh taolo bizga bayon qiladiki, ular ana shu ayollarni qo'yib, erkaklar bilan aloqa qilishlikda o'zlariga odat qilib olganlar edi. Shuning uchun ana shu qissadan shunday xulosalar oldikki, bu ifloslik bilan shug'ullanayotgan ba'zi odamlar bo'lsa, yer yuzida bu bizning qonimizda, bizning genlarimizda, bizning yaralish tabiatimizda shunaqa bor degan paytda na'udhu billah Allohga ular tuhmat qilayotgan bo'ladi. Insonning tabiatidagi bor narsa, biz shunday bo'lib yaralgan bo'lsak, tabiatimiz shunaqa bo'lsa, bizda nima ayb degan paytda Allohdan qo'rqsinki, agar insonning tabiatida bu narsa bor bo'ladigan bo'lsa, Sadum qavmidan burungi qavmlar ham bu narsa bilan shug'ullangan bo'lishi kerak edi. Valaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nuzur. Dar haqiqat Lut alayhisalom ularda bizni azobimizdan ogohlantirdi, ular ogohlantirishni yolg'on deb yuz o'girishdi. Qavm o'z payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo tomonidan yuborilgan baloga ro'baro bo'lishdi. Mana Jabroil alayhisalom ana shu qishloqning ostiga qanotini bir uchini kirgizdi va ko'tardi osmonga. Ko'tardi. Shunday rivoyatlar kelyaptiki, qishloqda yashaydigan it va xo'rozlarda tong sahardagi qichqirgan yoki hurganligini osmon ahli farishtalar eshitdi. Va qishloq ahli esa osmon farishtalarini tasbihlarini eshitdi. Ana shu joyda ularga Jabroil alayhisalom qichqirishligidan burun musavvamatan har bitta kofirda, har bitta fosiqda ismi yozilgan toshlar kelib boshiga yog'ildi. So'ngra bitta qichqirdi, hammasi to'kilgan tutday bo'lib qoldi. Va avvalgi qavmlarga balo kelgan bo'lsa, Samud yoki Od qavmlariga o'xshash qavmlar yer yuzida bir vayron bo'lgan bo'lsa, yerning ustida ularda asarlari qoldi. Shunday emasmi? Mana Samud qavmlariga gapirgan paytimizda Madinaning shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shularda maskanlari qolgan. Ba'zi bir asoratlari, alomatlari qolgan. Ana shularni ko'rib ibratlanishligimiz uchun. Lekin bu qavmda asarlarini ham Alloh taolo yer yuzida qoldirmadiki, ana shu qishloqni Jabroil alayhisalom ko'targan holatda to'ntarib yerga tashladi. Toki bunaqa fisq, bunaqa fujur yerni ustida alomati ham qolmasin. Mana hammamiz bilamiz, hayvonlarga ana shu bir vabo kasali tegadigan bo'lsa, sibirskiy yazva deymizmi va boshqa kasallar. Ana shu kasallikka uchragan hayvonni o'ldirilib, kuydirilib, kuli 7-8 metr chuqur kavlab ko'mib ustidan turpoq tortiladi, toki yerni betida qolmasin. Shunga o'xshamaydimi? Lekin shayton degan lain bor ekan, insonlarni vasvasa qilishlikda, qiyomatgacha vasvasa qilishlikka Allohga va'da bergan ekan. Ana shu qavm yo'q bo'lib ketgandan keyin ham mana ishni davom etkizgan boshqa xalqlar bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham dunyo miqyosida gapiradigan bo'lsak, bularning ham o'zlarining haq-huquqlari bor. Shundaymi? Inson haq-huquqlari va hokazo shunga o'xshagan chiroyli bir shiorlar bilan ba'zi o'lkalarda o'zlarining jamiyatlari bor.
Ularda haqlari ham himoya qilingan, lekin bizning islomimizda, Qur'onimizda bu narsa juda bir razil ish ekanligini Alloh taolo mana Lut alayhisolamning qissasini bayon qilib bizga buni ko'rsatgan bo'ldi. Halok bo'lganlarning ichida Lut alayhisolamning ayoli ham bor edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yukhrijul hayya minal mayyiti va yukhrijul mayyita minal hayy. Alloh tirikdan o'likni chiqaradigan, o'likdan tirikni chiqaradigan zot deb o'zini sifatlaydi. Ya'ni yaxshi odamning bolasi albatta doim yaxshi bo'lavermas ekan. Yomon odamning bolasi ham doim albatta yaxshi yomon bo'lishi shart emas ekan. Alloh aytayapti, tirikdan o'likni chiqaraman deydi. Ya'ni tirik jonivorni o'ldirsangiz o'lik bo'ladi. Endi o'likdan tirikni chiqaraman deganda biz ko'raylik ana shu tuxumni, o'lik narsa edi. Lekin tirik bo'lib chiqmayaptimi? Ana shu mangizni olaylik, daraxtning mangizini. Agar shuni yeb olsangiz yo'q bo'lib ketadi, lekin ekib qo'ysangiz unib chiqmayaptimi? Ulamolar shunga yana bir ishora qilishar ekanki, Alloh o'likdan tirikni chiqaradi degan oyatda yaxshi odamning bolasi yomon ham bo'lib qolishi mumkin. Yomon odamning bolasi yaxshi bo'lib qolishi ham mumkin. U kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Farzandlarimizga Allohni tanitib tarbiya beramiz, lekin yana qo'rqamiz, Parvardigor adashtirib qo'ymagin deb. Otasi kofir edi Ibrohim alayhisalomda, bolasi payg'ambar bo'ldi. Otasi payg'ambar edi Nuh alayhisalomning o'g'lini, bolasi kofir bo'ldi. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida hech kimga hech qanday bahona qolmas ekanki, meni otam yomon desa, bitta payg'ambar keltirilar ekan misol. Meni bolalarim yomon desa, yana bitta payg'ambar misol keltirilar ekan. Ayol kishiga meni erim zolim edi, erim fosiq edi, ibodat qilishga qo'ymas desa, Fir'avnning ayoli Osiyo onani misol qilinar ekan. Seni ering Fir'avnchalik zolim edi. Bir odam xotinim yomon edi, xotinimga yo'l bermas desa, mana shu ikkita payg'ambar keltirilar ekan. Lut alayhisalomda xotini nima edi? Kofir edi. Zaraballohu masalan lillazina kafaru imrata Nuh va imrata Lut kanata tahta abdayni min ibadina solihin fa khanatahuma. Alloh kofir bo'lgan kimsalarga Nuh va Lut alayhissalomlarning xotinlarini misol qilib keltirdi. U ikkala ayol Allohning solih bandalarining ostida edi. Erlari payg'ambar edi, lekin xiyonat qilishdi. Bu xiyonat izzat nafs, sharaf xiyonati emas. Bu aqida xiyonati. Payg'ambarlarning hayotida, payg'ambarlarning nasli nasabida sharaf, or-nomus xiyonati bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo bu narsadan saqlagan. To'g'ri, Lut alayhisalomning ayoli kofir edi. Qavmini fisq fujuriga Lut alayhisalomning sirlarini olib chiqib aytib, ularga yordam beradi, lekin o'zi zino, fahsh bilan shug'ullanmagan edi. Payg'ambarlarning nasli bu narsadan pokiza hisoblanadi. Demak, eri payg'ambar bo'lsa ham, agar xotini ana shu payg'ambar bo'lgan erni e'tiqodi bo'lmasa ekan, hech qanday asqatishlik bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi Fotimaga aytadi: "Ey qizim" deydi, "bitta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qilib, o'zingizni jahannamdan uzoqlashtirib oling. Chunki qiyomatda Muhammadning qizi ekan deb qarab o'tirilmaydi" dedi. Otamiz xor oladimi, opa-dadamiz eshon o'tganmi bo'ladi-yu bizda. Men palonchilardanman, po'kinchilardanman deb. Hatto Rasulullohning farzandi aytayapti, "O'zingni o'zing saqlab ol" deyapti. Men hech narsa qila olmayman u kunda deyapti. Anbiyolar nasli fahshdan pok bo'ladi. Lut va Sadum qavmi o'rtasida bo'lgan ishlar mana Ibrohim alayhisalomni tiriklik paytida yuz berdi deb aytdik. Mana endi bugungi qissaga o'tamiz. Bu Yusuf alayhisalom qissasi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bu qissada ikkita payg'ambar, Ishoq, Yaqub ibn Ishoq va Yusuf ibn Yaqub, Yusuf va Yaqub alayhisalomlarning qissasi haqida so'z ketadi. Qur'ondagi eng go'zal, eng shirin qissa mana shu desak xato qilgan bo'lmaymiz. Bu qissa bitta surada boshlanadi, shu surada tugaydi. Hech qaysi Qur'ondagi boshqa payg'ambarlarning qissalari bunaqa kelgan emas. Yusuf surasi Makki suralardir. Mana bilamiz, Qur'ondagi suralar ikkiga bo'linadi. Makki va madaniy suralar. Makkada nozil bo'lgan suralarda asosan qo'rqituv, va'id, nazir, xushxabar bo'lgan, iymon e'tiqodga dalolat qiluvchi bo'lgan
oyatlar bilan to'lgan. Payg'ambarimiz 13 yil Makka da yashagan bo'lsa, iymonga da'vat qilgan. Hukmlar tushgan emas deyarli. Endi Madinaga ko'chib borgandan keyin hayotni tartibga keltirishga bo'lgan hukmlar tushdi. Makki suralarda asosan qattiqlik, oxiratdan qo'rqitishlik degan mavzular bor. Lekin bu sura Makkada tushishligiga qaramasdan bunda o'quvchi uchun bir rohat bor, halovat bor, huzur bor. Nimaga bunaqa? Mana aytdik, boshqa suralar sochiq, boshqa payg'ambarlarning qissalari sochiq holatda kelgan. Mana masalan ana shu Musa alayhisalomni gapiradigan bo'lsak, Qur'onda 73 ta o'rinda bo'lingan Musa alayhisalomning qissasi. Agar uni bir chekkadan tafsir kitoblarida ko'p bo'lishiga qaramasdan Musa alayhisalomning qissasini jamlab bir narsa tayyorlayman degan odam qiylanadi. Chunki 73 ta o'rinda kelgan. Qur'onda bir chekkasidan oladigan bo'lsak, Baqara surasidan boshlanadigan bo'lsa, sigir voqeasidan boshlanadi. Alloh taolo sigir so'yishlikka buyurdi deydi. Sigir so'yishgacha chakanish bo'lganmi? Ular qani? 24 ta, 25 ta suradan yig'ish kerak bo'ladi 73 ta o'rindan. Bir sura keladi, 5 ta oyat Yunus alayhisalom haqida kelib turib, shart to'xtaydida Musa alayhisalomga o'tib ketadi. Shart to'xtaydida Shuayb alayhisalomga o'tib ketadi. Lekin bu sura bir boshlandi, uzilmadi. Nimaga bunday sura nozil bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka da odamlarni iymonga da'vat qilar ekan, Makka Qurashidan, kofirlardan juda ko'p aziyatlarni ko'rdi. Payg'ambarimizni ana shu Makkani aziyatidan to'sib turgan kishisi bu amakisi Abu Talib edi. Yoshligida shu kishinikida katta bo'lgan, payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan u kishi, payg'ambarimizni Abu Talibni yaxshi ko'rgan, lekin kofirligicha o'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Qurayshdan himoyachisi bo'lgan Abu Talib vafot etgandan keyin, suyangan, ishongan bitta odami vafot etgandan keyin 3 kundan keyin Hadija onamiz vafot qiladi. Ya'ni payg'ambarimizga tirik bo'lib turgan ikkita odam 3 kun ichida vafot etadi. Ko'ngli cho'kib, inson mahzun bo'lib turgan paytda uni ko'nglini ko'taradigan bir ikki og'iz shirin gap gapiradigan birodari bo'lsa, qanaqa bir yaxshi narsa. Qo'ying endi o'tib ketadi bu kunlar ham. Sabr qiling deydigan bo'lsa, shu gapni eslatish kerak. Biladi sabr qilish kerakligini. Biladi o'tib ketishi, lekin shu gapni kimdir aytish kerak. Endi agar shu taskin berayotgan odam so'zga usta odam bo'lsa, qanaqa bo'ladi taskini? Agar bu taskin berayotgan odam sizga haqiqatan yaxshilikni ravo ko'rib, so'zga usta bo'lib, Allohning ilmidan xabardor bo'lib turib taskin bersa, qanaqa taskin bo'ladi bu? Payg'ambarimizga bu sura taskin bo'lib tushdi. Alloh taolo payg'ambarimizni ko'ngli cho'kib turgan paytda ko'nglini yumshashligi uchun, ko'nglini ko'tarishligi uchun dori qilib tushirdi bu surani. O'shuning uchun Makka da tushgan suralardan Yusuf surasining farqi shunda. Ato rahimahulloh aytadi, mahzun, bir qalbida g'ami bor odam Yusuf surasini o'qir ekan, albatta bir huzurni, rohatni topadi bundan. Bu sura biz hali kirishganimiz yo'q suraga. Biz bu surani boshqa suralardan farqi, fazilati, narx haqida gaplashyapmiz. Ya'ni eshitishlikdan burun nimaligini tushunib olaylik, toki mazasini yaxshiroq tushunaylik. Toki uyqusiramay o'tiraylik akalar. Hud surasidan keyin nozil bo'lgan. Hud surasida asosan mana Samud, Lut, Hud ana shu qavmlarning hikoyalari keladi. Va bizga ma'lumki, Nuh alayhisalomda ham, Hud alayhisalom, Solih alayhisalomlarda ham qavmlari vayron bo'lgan. Bir qavm keldi, payg'ambar yuborildi, iymon keltirmadi, vayron qildi. Payg'ambar keldi, qavm kofir bo'ldi, vayron bo'ldi. Ana shundan keyin tushgan sura Yusuf surasi qalbga taskin beradigan, qalbga huzur bag'ishlaydigan sura bo'ldi. Payg'ambarimizning himoyachisi Abu Talib vafot etdi. Orqasidan Hadija onamiz vafot etdi. Hadija onamiz haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrining oxirigacha yaxshi so'zlarni so'zlagan. Hadislarda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, kamula minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa'i illa arba. Erkaklardan juda ko'pi deydi, kamolatlik darajasiga, komillik darajasiga yetdi. Ya'ni Allohga roziligi yetishdi dunyoda o'zida. Payg'ambarlar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, avliyolar juda ko'p bo'ldi erkaklarda, lekin ayollardan faqat 4 tasi kamolat darajasiga yetishdi deydi.
Ulardan Osiyo binti Firavun, zavjati Firavun. Firavunning ayoli Osiyo. Va Maryam binti Imron. Imronning qizi Maryam, Iso alayhisolamning onasi. Va Hadija binti Huvaylid va Fatima binti Muhammad. Mana shu 4 ta ayol mukammal, komila ayol bo'ldi deyildi. Ana shu Hadija onamiz vafot etgandan keyin payg'ambarimiz har kuni bir eslab qo'yardi yaxshilik bilan. Hattoki mana Oysha onamiz, Abu Bakrning qizi payg'ambarimizning ayollari Rasulullohda deydi, xotinlarining ichidan faqat Hadijaga rashk qilardim deydi. Kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadija undoq edi, Hadija bundoq edi deb zikr qilgan paytda Oysha onamiz achchig'i kelib ketdi. "Nima endi? Bir qari kampir edi-da. Alloh sizga undan yaxshirog'ini berdi" deganda Rasululloh bu so'zidan qattiq bir achchig'lanib, yuzlari qizarib ketdiki, "Yo'q" dedi. Allohga qasam, hargiz undan yaxshisini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi o'rin iymon keltirdi. Odamlar mendan o'zini mahrum qilganda moli bilan himoya qildi va Alloh faqat Hadijadan farzandlarni menga berdi. Mana shu yaxshi ko'rgan ikkita odamidan ayrilib payg'ambarimizning ko'ngli cho'kib turgan paytda Alloh taolo Yusuf surasini nozil qildi. Va mana shu yil Amul Huzn, qayg'u yili deb nomlandi. Ya'ni bu sura nozil bo'lib, go'yoki Alloh taolo xafa bo'lmang, albatta g'am, qayg'udan keyin yengillik keladi degandek edi. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikda yonida ko'p yengilchiliklar bo'ladi. Bu surada ibrat, dars va mau'izalar karvoni keldi. Bu aytdik, boshqa qissalar sochilib kelgan, lekin bu sura bus-butun keldi. Imom Qurtubiydan Alloh taolo Qur'onda bu qissalarni darajama-daraja go'zal suratda birin-ketinlik bilan nozil qildi. Masalan, Ibrohim alayhisalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, "Fama labisa an ja'a bi ijlin hanif", ya'ni uzoq turmadida semiz sigirni keltirdi. Boshqa surada "Farog'a ila ahlihi faja'a bi ijlin samin", oilasining oldiga chiqib ketdi-da, semiz buzoqni olib keldi. Ya'ni ikkita oyat yig'sak, demak, Ibrohim alayhisalom semiz va pishirilgan buzoqni olib kelib mehmonlarga qo'yilganligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni yig'ish kerak buni. Mehnat qilish kerak, u yerni qarash kerak, bu yerni qarash kerak. Lekin Yusuf alayhisalom surasini o'qisak, birodarlar, unaqa mashaqqat yo'q. Bir chekadan ketadi bir hikoyadek. Imom Qurtubiy aytadi, Yusuf alayhisalom qissasi Yusuf surasidan boshqa o'rinda kelmadi. Bo'linmadi. Muxoliflar, ya'ni Qur'onni Allohning kitobi emas deyotgan muxoliflarga bir hujjat bo'ldiki, agar qo'lingizdan kelsa, uzuq-uzuq qissalarni keltiringlar, Qur'onnikida bo'lsin. Ya unga yaramasalar, biz butun bitta sura ham keltiringlar, hikoya keltiringlar, Qur'onda bo'lsin. Bu Alloh taoloning chaqiruvi qiyomatgacha yashaydigan nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham xitob bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'onda "Qul la inijtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli ma walau kana ba'duhum li ba'din zahira." Ayting, agar insonlar ham jinlar ham jamlansa, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani birga keltiramiz deb, bir-birimizga yordam berib turib Qur'onga o'xshagan narsani keltiramiz desa ham, aytingki, ular hech qachon bu narsaga qodir bo'lmaydi. Bu chaqiruv, bu o'zi qiyomatgacha turadi. 10 ta sura degan Alloh. Yaramaganda bitta sura degan. Bitta oyatni ham keltira olmaydi insonlar. Chunki bu Robbil Azza va Jalla kalimalari hisoblanadi. Xo'p, qissani boshlaymiz endi. Qissani boshidan boshlaymiz. Eng go'zal qissani boshlaymiz. Alloh taolo boshlagandek boshlaymiz. Astagfirullah, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Alif lam ra bu ochiq kitobning oyatlaridir. Albatta biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik, shoyat aql yurgizishliklar uchun. Qur'onda arab tili haqida, arab tilida nozil bo'lganligi haqida 7 ta oyat keladi. Ya'ni arab tilini boshqa tillardan ustunligi ham shunda. Avvalambor Qur'onda tili, jannatiylarda tili bu. Til o'rganishga agar rag'batimiz bo'lsa, Qur'on tilini o'rganaylik, arab tilini. Chunki Alloh taolo arab tilida tushirdi Qur'onni. Jabroil alayhisalom arab tilida yetkazib berdi. Payg'ambarimiz arab tilida o'qib berdi. Jannatga kirganlarning tili ham arab tili bo'ladi.
Biz sizga bu qissalarning ichidan eng go'zalini so'zlab beramiz. Qissa degan so'z, qasos degani bir xabarni orqasidan boshqa xabarni kelishligi. Mana Musa alayhisalomda onasi ana shu sevatga solib suvga oqizib yuborgan paytda vaqolatli uxtihi qussi deydi. Onasi qiziga aytadi, ya'ni kuzatib borgin deydi. Orqasidan borib qarab ketgin deydi. Ya'ni bitta xabarning orqasidan ikkinchi xabarni kelishi qissa deydi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Biz sizga qissalarning eng go'zalini so'zlab beramiz. Mana shu Qur'onda vaholanki siz bu narsalardan g'ofil edingiz. G'ofil degan sifat mana shu qissadan bexabar edingiz deyapti Alloh taolo. Allohning zikrdan g'ofil emas bu yerda. Siz mana shu qissadan g'ofil edingiz. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Vaqtiki Yusuf otasiga aytdi, otajon, men 11 ta yulduz, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini tushimda ko'rdim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytona lil insani aduwwun mubin. Bu tushingizni akalaringizga aytmang, sizga bir hiyla, makr qilib yomonlik qilib qo'ymasin, chunki insonga albatta shayton ochiq dushmandir. Ru'ya degan so'z bu insonni tushida ko'radigan narsasi. Endi ru'ya bo'lib turib qisqa to bilan tasniya bilan keladigan bo'lsa, toy tanis bilan keladigan bo'lsa, kishi uyg'onligida ko'radigan narsasi. Bu yerda ru'ya deb turib tushingizda deyilyapti. O'ngida ko'rgani yo'q. Demak Yusuf alayhisalom tushida ko'rgan edi. 11 ta yulduzni, oy va quyoshni o'ziga sajda qilganini. Yaqub alayhisalom tushlarda ta'birini bilmasdi. Xuddi biz siz bilan bilmagandek. Tushlar haqida nima deymiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, yaxshi tushdi, yaxshi odamlarga aytinglar, yomon tushdi biroq aytmay qo'yinglar deydi. Ya'ni tushdi yaxshisi bo'lsa aytilib, yomonni aytmaslikka buyurilganmiz biz. Tushlarda ta'birini biladigan Yusuf alayhisalom edi. Undan keyin boshqa hech kimga berilgan emas bu ilm. O'shuning uchun bitta odam kitobcha ochib o'tirib, tushlarda ta'bir qiladigan hunarga ega bo'lgan bo'lsa, bu odamni jichcha rost ko'rmasligida shubha qilmasak bo'laveradi. Yusuf alayhisalomda 11 ta ukasi bor edi. Binyamin o'zini bitta onadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi boshqa ukadan va 4 tasi Yaqub alayhisalomning ikkita cho'risidan farzandlari edi. Ya'ni 11 ta ukasi bor edi. Yaqub alayhisalom farzandlarining ichidan Yusufni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Va akalariga bu narsa yoqmas edi. Binyaminni ham yomon ko'rishadi-yu, lekin yoshi kichkinaroq bo'lganligi uchun Yusufni yomon ko'rganda yomon ko'rishmas edi. O'zi bir odamni bir nechta ayoli bo'lsa, yoki bir nechta farzandi bo'lsa, bittasini boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishligi ayb emas. Ayb nima? Buni bildirib qo'yishlik. Albatta 4 ta bolangiz bor, 5 ta bolangiz bor, bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bu haliga qalbda bu boshqara olmaysiz bu narsani. Bittani ko'proq yaxshi ko'rishingiz haq, lekin buni bildirmaslik kerakki, to boshqa farzandlar o'rtasida bir-biriga nisbatan adovat degan hissi uyg'otib qo'ymasin. Lekin Yaqub alayhisalom bu narsani oshkor qilar edi. Ya'ni bir soat ham yonidan ketishligini xohlamasdi Yusuf alayhisalomda. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vilil ahadith. Yaqub alayhisalom ana shu tushdi ta'birni aytib davom etkazadiki, Alloh sizni dedi, tanlab olar ekan dedi. Akalaringiz ichidan, butun yer yuzida yashayotgan hozirgi davrdagi odamlarning hammasini ichidan tanlab oladi, sizga tushlar ta'birini o'rgatadi. Va otalaringiz Ibrohim, Ishoqqa bergan ne'matini, otangizga bergan payg'ambarlik ne'matini sizga to'liq qilib beradi. Ya'ni tushlarda ta'birni o'rgatadi. Bu qissada Alloh taolo yahudlarga javob berdi. Yahudlarda Yusuf alayhisalom haqidagi qissalar bor edi, lekin to'liq emas edi. Chola bo'lsa ham orasiga ko'p inxiroflar, o'zgarishlarni kirgizishib olgan edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib Yusuf alayhisalomning qissasini yahudlar so'raganda Alloh taolo mana shu surani javob qilib tushirdi. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sailin. Yusuf va akalarining qissasida so'rovchilar uchun belgilar, javoblar bor. İz qalu la Yusuf va akhuhu ahabba ila abina minna va nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin. Aka-ukalar to'planib aytishdiki, Yusuf bizdan ko'ra otamizga mahbubroq.
Vaholanki biz usbamiz. Usba 10 tadan oshiroq jamoat arab tilida usba deyiladi. Bu otamiz ochiq zalolatda dedi. Otasi kim edi? Kim edi kishi? Payg'ambar bo'lgan otasiga zalolatni nisbatlashyapti. Ya'ni inson o'zini haq deb bilgandan keyin ro'parasida turgan odam nima bo'lishi kerak albatta? Nohaq bo'lishligi kerak. Uqtulu Yusuf. Yusufni o'ldiringlar deydi. O'ldiraylik Yusufni dedi. Ya'ni qarang, ota bitta bolasini ko'proq yaxshi ko'rishini bildirib qo'yishligi akani ukani o'ldirishgacha fikrga olib boryapti. Shuning uchun farzandlarga bo'lgan muomalada bittani boshqalardan oshib ko'rib bo'lmaydi. Odamlarga ko'rsatib. Shunda ana shu aka-ukalarning kattasidan bo'lgan Yahuda aytdiki, "Yo'q, o'ldirmanglar, o'ldirish dedi katta gunoh" dedi. Avitrohuhu ardon. Yaxshisi dedi, adashtirib chiqarib olaylik yerimizdan. So'ngra yaqlu lakum wajhu abikum va takunu min ba'dihi qauman solihin. Chiroyli bir ma'nolar bor. Chiqarib olinglar Yusufni. Yusuf yo'q bo'lgandan keyin otanglarning yuzi sizlarga buriladi, sizlarni ham yaxshi ko'radi. Keyin tavba qilib olasizlar. Ya'ni kishi avval gunoh qilishni niyat qilib turib, orqasidan tavba qilib olaman deyapti. Ya'ni qilib qo'yib turib, bilib bilmasdan majbur bo'lib qilib qo'yib qilingan tavba boshqa, lekin mo'ljallab olmon qilib olib, bir rizq qilib olay shuni. Keyin tavba qilib olaman. Shu kishini tavbasi qabul bo'ladimi desa, ulamolar aytadi, tavba eshigi har doim ochiq deyshadi. Shoshilmay turaylik xulosaga. Lekin musibat nimada? Musibat ana shu tavba qilishlikka ulgurmikinsan degan savol turadi. Ikkita aka Banu Isroildan rivoyatlarda keladi. Uka taqvodor, ibodatxon, aka delik ana shu maishatga berilib ketgan fosiq necha yil akasini da'vat qildi. Unamay yurib, Alloh bir kun qalbiga soldida, bo'lgan ukam oldiga borib men ham ibodat qilay, tavba tazarru qilay, qarab qoplan deb Alloh tomonga qarab bitta qadam bosdi. Narigi uka shuncha ibodat qildim, ancha oldi kayf qilmaganim, bir kayf qilay dedi, bu yoqqa qarab chiqdi. Alloh ikkalasini jonini oldi. Kim qayoqqa ketdi? Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh, bir umr jannat amalini qilib yuradi. Jannat bilan o'rtasida bir ziro qoladi dedi. Ana shu bir ziroda bitta gunohni qilgan paytda Alloh jonini oladi, jahannamga ketadi dedi. Sizlardan bir kishi bir umr jahannam ishini qilib yuradi. U bilan jahannam o'rtasida bir ziro qoladi. Bugun tavba qilay, bugundan bomdod o'qiyman deb to'g'rat qilib chiqadi, gummati mashina urib yuboradi. Qayerga ketdi u? Ya'ni shu varani xom sanab bo'lmaydi. Innamal amru bil xawatim. Ishlar oxiriga qarab o'lchanadi. Bu yerda o'tirganlar hech qaysimiz g'ururlanmaylik. Chunki ketayotgan soatimiz inobatga olinadi. Mana Yusuf alayhisolamning qissasini keyin safar tugatarmiz. Oxirida shuncha imtihon, shuncha balolardan muvaffaqiyatli chiqib, shuncha mashaqqatga sabr qilib, zo'r bo'lib chiqib turib ham oxirida Parvardigor oxirimni yaxshi qilgin deb so'raydi. Shuncha ishni dondirib qo'ygandan keyin ham. Ya'ni bu hayotda qilayotgan ishimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Bu o'qiyotgan namozimiz, bu ko'zimizni tiyayotganimiz, bu Qur'onimiz chunki oxiriga qaraladi. Demak, ulamolar aytadi, tavba eshiklari doim ochiq. Alloh taolo kunduzi osiy bo'lganlarga gunohlarni kechirish uchun tunda qo'lini uzatib turadi. Tunda gunoh qilganlarga kunduzi qo'lini uzatib turadi. Alloh kechiradi, faqat savol turadi. Ulgiysanmi? Ulgiysanmi? Demak, keyin tavba qilsak bo'lar ekan degan xomtama bizni qalbimizdan o'tib qolmasin. Ulgimay qolishligimiz bor. Valquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Agar undan qutulmoqchi bo'lsanglar deyishdi, bir-biriga karvonlarda yo'lida turgan bitta quduqqa tashlab yuboringlar, o'sha karvonlar olib ketib qoladida, yurtinglardan chiqib ketadi. Mana shu ishni qasd qilishdi va otalarining oldiga kelishdi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf va inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta va yal'ab va inna lahu lahafizun. Ota deydi, nimaga Yusufni bizga ishonmaysiz? Biz yomonlik ravo ko'rmaymiz u. Biz bilan tey qo'ying, chiqib o'ynab, yayrab keladi. Kalimatu roq. Yarta degani yeb ichishda ziyodalik degani. Maza qilib dam olib keladi dedi. Yaqub alayhisalom qo'yib yubormasligining ikkita sababini aytib aytadiki, Astagfirullah qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi va akhafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Birinchidan oldimdan ketishi meni xafa qilib qo'yadi. Shuning uchun
Ikkinchidan, sizlar o'yin bilan ovora bo'lib kelsanglar, sizlar boradigan joyda bo'rilar bor. Bo'ri bolani yeb ketishlikdan qo'rqaman dedi. Ular aytishdiki, "Qalu la in akalahu zib va nahnu usba inna idan la khasirun." Agar shu 10 tadan oshiq odam bo'lib turib, bitta ukamizni bo'riga oldirib olsak, haqiqatan bir ziyonkorlardan bo'lamiz u. Xullas, talabida turib olishdi. Unashiga qo'ymasdan, unamasligiga qo'ymasdan olib ketishdi. Ana shu Yaqub alayhisolamning ko'zidan uzoqlashishligi bilan so'kishdi, urishni boshlaydi. Chunki unga bo'lgan nafrat, adovat qattiq edi. O'ldirishni niyat qilishuvdi. Uni oldida so'kish yoki urishlik hech narsa emas. Ana shu qasd qilingan quduqqa olib borildi va quduqqa tushirishdi. G'oyabatu jub. Bu kishi tushganda ko'rinmay qolishlik darajadagi chuqurlik. Yusuf alayhisalom ipga osiltirib quduqqa tushirishdi. Quduqning ichida tosh bo'lar edi. Odamni tushirishgan paytda ana shu toshni bosib turib, suv olib chiqarar tevaga. Ana shu toshga o'tkazib qo'ydi Alloh taolo. Ana shu toshni chiqarib qo'ydi. Agar suv quduqda ko'p bo'ladigan bo'lsa, suvga tushar edi. Lekin Alloh taolo suvni ham ozaytirib qo'ydi. Hali keladi bu Alloh taoloning ko'rsatgan mehribonliklari. Eslab qolaylik shu yerdan. Va wahayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Hali quduqdan chiqasiz. Akalaringizga hali bu so'zni xabarini ham yetkazasiz, lekin ular sezmaydi degan xotirjamlikni Alloh taolo tushirdi. Shunda yoshi 12 da bo'ladi. Yusuf alayhisalom. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله. Gapirayotgan gapidan o'zi yolg'onchiligini aytib turishibdi. Xufto mahalda kech bo'lganda yig'lab kelishdi otasining oldiga. Yig'i bilan hech narsa hal qilinmaydi, mutahamlik bilan. Tarixda eng odil qozilardan bo'lgan Shurayhning oldida bir ayol bilan bir erkak kishi bir masalani kelisha olmay kelishadi qozining oldiga. Shunda ayol qattiq yig'laydi. Qattiq yig'lagan paytda ana shu joyda turgan Amosh aytadiki, "Ey qozi" deydi, "Bu yerda" deydi, "Mana ayol kishi haqqa o'xshaydi" deydi. "Qarang qanaqa kuyib kishi yig'layapti" deydi. Desa Shurayh aytadiki, Yusufning akalari ham otasining oldiga kelgan paytda yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmasin, adolat bilan hukm qilinsin. Agar yig'i bilan, mutahamlik bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, haligi usta odamlar, san'atkor odamlar, haq bo'lib ketaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikkita odam muammo bilan kelsanglar, biringlar ikkinchilardan so'zga usta bo'lsanglar, narigi odam haq bo'lib turib, bu chiroyli bayon qilganligi uchun men insonman men ham. Bunga hukm qilib bermay, Allohdan qo'rqinglar, haqni gapiringlar degan. Demak, hukm bu qo'shningizni, bu da narigi mahalla deydi. U qo'shni taraf olinmaydi. Ota deyishdi, biz bir-birimiz bilan yugurib musobaqa o'ynab ketib qolibmiz. Yusufni o'zi matolarimizni oldida qoldiribmiz, bo'ri yeb ketibdi. Endi biz rost gapirsak ham ishonmaysizlar bizga deyishyapti. So'zga qaranglar. "Va ma anta bi mu'minin lana walau kunna sodiq." Rost gapirsak ham ishonmaysizlar baribir deyishyapti. Ya'ni nima degani bu? Biz hozir yolg'on gapiryapmiz degani. Vaja'u ala qamisihi bidamin kadib. Ana shu ko'ylagini qonga bulab olib kelishdi. Ibn Abbos aytadi, bir qo'zini so'yib, qoniga Yusuf alayhisolamning ko'ylagini belashadi. Va ko'ylagini ko'rsatgan paytda hujjat qilib, Yaqub alayhisalom aytadiki, bu bo'ri nihoyatda bir mehribon ekanmi? Bolamni yeyishga yetdi-yu, ko'ylagini yirtmabdi-da. Sizlarning nafsinglar o'zingizlarga bir ishni chiroyli qilib ko'rsatdi. Endi meni ishim chiroyli sabr dedi. Mana shu fasobrun jamil vallohu musta'an ala matasifun. Yaqub alayhisolamning shu gapi boshiga musibat yetgan odam uchun dars bo'lish kerak. Otasi o'lsa, mashinasini o'g'irlab ketsa, shu xabarni eshitgan lahzada sabr qilsa shunga ajr bor. 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin nima qiladi? Ko'nikib qoladi. Musibat bo'lganligi, bolasi yo'qolganligini eshitishi bilan fasobrun jamil,
Endi men ishim chiroyli sabr qilish dedi. Tushunarlimi? Xulosa olaylik, bu faqat eshitib maza qilib qo'ymaylik. Mashinangizni o'g'irlab ketishibdi. Laboyni sindirib ketishibdi. Ko'rdingiz, nima deysiz? Yaxshi bilasiz nima deyishingizni. Shunda sabrun jamil deyilsa, Alloh shunga ajr beradi. Ajr qilgani uchun mana shu musibatni ustidan ko'proq yaxshilikni beradi. Biz 2 kun 3 kun o'tgandan keyin nima qilamiz? Xolasa, xolamasa ko'nikib qolamiz. Iymon mana shu lahzada bilinar ekan. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأتلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يصنعون. Endi qissa Yusuf alayhisolamning o'zining oldida qoladi. Ana shu Madyandan Misrga ketayotgan tijorat karvoni suv olib kelgan odamini quduqqa jo'natishdi. Idishini tushirganda tortdi, suv ilashdi, Yusuf alayhisolam osilib olgan edi. Og'ir tortib chiqardi. Chiqqanda ya Bushro dedi. Ya Bushro degani inson xursand bo'lib ketganda chiqib ketadi og'zidan. O'sha so'z bizning tilimizda. Ya'ni xursand bo'lib ketganligidan, katta narsaga erishganligini belgisi. Hali chekiga mashina chiqmasa nima deymiz? O'shaqa deyishdi. Bu bola ehtimol qochoq quldir, yo bir ota-onasi yo'qotib qo'ygandir deyishdida, ana shu matolarning ichiga bekitib qo'ydi. Chunki qulning savdosi nihoyatda bir yaxshi, rojih bo'lgan savdo edi. Misrga olib borishdi, va sharohu bi samanin baxsi darahima ma'dudatin va kanu fihi min az-zahidin. Misrga olib borishdi va shoshilganlaricha arzimagan pulga sotishdi. Sharo sotdi, ishtaro sotib oldi. Ya'ni Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanki 20 dirhamga sotdi degan ekan. Va kanu fihi min az-zahidin. O'zi muhtoj emas bu pulga ular deyapti. Insonni to'ymasligi ishora bu yerda. Ana shu paytda inson Yusuf alayhisolamning yoshi 12 deydi. Yusuf alayhisolamni Misrni vaziri, iqtisod vaziri sotib oladi. Aziz deyiladi mana. Aziz degan kalima u paytda ana shu podshohning vazirlariga beriladigan, xususan iqtisod vaziriga beriladigan nisbat bo'ladi. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Yusufni sotib olgan kishi Misrlik. Ayoliga aytdiki, bunga yaxshi muomala qilgin. Ajarmas bizga foydasi deb qolsa yoki farzand qilib olsak. Bu vazir bepushtidir, yaramasdi ayollarga. O'shuning uchun farzand qilib olamiz degan umidni ham qo'yib qo'ydi. Alloh taoloning Yusuf alayhisolamga ne'matlari mana shu musibat ichida ham bo'ldi. Suvga tushirganda toshda o'tirib qolishi, qul bo'lib sotilgandan keyin ham xuddi vazirning uyida o'g'lidek katta bo'lishligi. Hali Alloh taolo minnat qiladi bularda, qamalib qolgandan keyin. Yusuf alayhisolam vazirning uyida xuddi uni o'g'lidek katta bo'ldi. Qul bo'lishiga qaramasdan o'g'lida yashadi. Vazirning uyidagi qasrning idorasini Yusuf alayhisolam qo'liga oldi. Hunarli ham bo'ldi, ilmli ham bo'ldi biz aytmoqchi. Lekin qul edi. Qullarga qanaqa muomala qilinadi? وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Shunday qilib biz Yusufni yer yuzida makkannahu zo'r joylashtirib qo'ydik. Va biz unga tushlar ta'vilini ilmini berdik. Alloh taolo o'zining ishida g'olibdir, lekin insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Havo issiqligiga mana yarim soatdan o'tib qoldi. Sal qimillab olsak qon aylanadi akalar. Sollallohu alayhi rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. U balog'at yoshiga yetgandan keyin biz unga hikmatni va ilmni ato etdik. Muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Bu qissa oshcha yaxshida o'shuning uchun uyqusirashligilarni xohlamayapman. Bu birorta bir jumlasini, birorta bir so'zini o'tkazib olish xato bo'ladi. Yusuf alayhisalom shirkdan, inqirofdan, zalolatdan, osiylikdan uzoqlikda, poklikda yashadi. Poklikda ulug' edi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomga ilm, hikmatni ato etdi.
O'zini zamonasidagi kishilar ichida eng olimi, eng bilimdoni bo'ldi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomni ana shu zino fitnasi bo'lgunga qadar qanaqa sifatlar bilan sifatladi? Eshitib turaylik. G'ulamun alim, bilimdon yigit. G'ulamun halim, halim yigit. Ataynahu hukman va ilma. Ilm va hikmatni ato etdik. Minal muhsinin, yaxshilardan edi. Shunaqa sifatlarga ega bo'lgan yigit zinoga rag'bat qilishiga mumkinligi aqli bor odamga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni Yusuf alayhisalom o'zi ham xoladi, unga qarab qo'lini cho'zib tashab qoluvdi, ina mo'jizani ko'rib qaytib bordi degan ba'zi noto'g'ri rivoyatlar ham yo'qmas ekan kitoblarda. Lekin payg'ambarlarning sha'nida gapirayotganimizda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kim edi endi u ham bitta odamda deyotganda tilimizni tishlaylik. Chunki bu minglagan, millionlagan ehtimol hisobsiz bo'lgan bandalarni Alloh taolo tanlab olgan bandalari. Ular haqida gapirgani ehtiyot bo'laylik. Al ulama va warasatul anbiya degan Rasululloh. Olimlar haqida gapirgan ham tilimizga ehtiyot qilaylik. Ko'p eshitib qolamiz shu narsani. U palonchi. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyapti. Ana shu merosxo'rlari bo'lgan olimlar haqida gapirganda ham ozgina hurmat saqlaylik, birodarlar. Warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi. Yusuf alayhisalom 17 ga kirganda necha yil o'tdi? 5 yil o'tdi. Alloh taolo husniga husn, chiroyiga chiroy qo'shdi. Yusuf alayhisalomda go'zal bo'lgani haqida juda ko'p eshitganmiz. Lekin bu go'zalligini biz tasavvurimizga sig'dira olmaymiz. Mana payg'ambarimizdan bir hadislar keladi, olimlarning ta'rifi keladi mana shu hadisga, eshitib turib aql bovar qilmaydi. Rivoyatlarda shuna kelarkanki, Yusuf alayhisalom 17 ga kirganda bir devorning yonidan yursa, yorug'i, jamolini, nuri devorda akslanardi deyiladi. Shu darajada chiroyli bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham Yusuf alayhisalomning chiroyi hech kimga berilgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Merojga ko'targanlarida Yusuf alayhisalom bilan uchrashgan ana shu osmonda. Va aytgan Rasululloh laqad utiya shatral jamal berilgan ekan u kishiga dedi. Nima endi u shatral jamal? Mana shu shatral jamalda mufassirlar shuni ta'riflashar ekanki, Alloh taolo go'zallikni chiroyli yaratib ikkiga bo'ldi degan ekan. Yarmini mahluqotlarga tarqatdi. Odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, tabiat. Yarmini necha milliardga bo'lib tashlanganda qanaqa chiroyli odamlar bor. Qanaqa chiroyli bir hayvonlar, chiroyli bir tabiat manzaralari bor. O'sha chiroyli ko'rgani shahardan tashqariga chiqmayapmizmi sayl qilib? Endi butun mahluqotlarga, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga sochib qo'yilgan chiroyli teng yamini o'zi olgan Yusuf qanchalik chiroyli bo'ladi? Subhanalloh. Endi u chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanaqa chiroyli ekan. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar, musobaqa qilsanglar deyapti Alloh taolo. Nimada? Allohning diydorini ko'rishlikka bo'lgan musobaqada biringlar ikkinchilardan o'zinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz har qanday narsada musobaqa o'ynaymiz. Kiyimda, pulda bilamiz endi. Lekin mana shu narsada nima qilmaymiz? Musobaqa qilmaymiz. Bitta nuqta. Shu nuqtadan bu yoqqa qarab yursa inson zo'r yashaydi, bu yoqqa qarab yursa qiyin yashaydi. O'zidan holi xarobroq bo'lgan odamlarga qarasa zo'r yashaydi. O'zidan holi tijorat, dunyo matosi ko'proq bo'lgan odamga qarab yashasa, hayoti mashaqqatdan iborat bo'laveradi. Shunday emasmi? Musobaqa o'ynaydi odamlar. Alloh taolo mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti. Palonchi mana qilibdi, men buni qilmadim. Palonchi bolasi mana qilib beribdi, sen qilib bermading. Palonchining bolasi moncha Qur'on yodlabdi. Palonchining bolasi moncha bir hadis yodlabdi. Nimaga sen yodlamaysan demaymiz. Chunki farzandlarga qo'ygan o'lchovimiz ham qanaqa? Mo deydi, ot bollanchida deydi, yaroqli bola chiqdi deydi. Nimasi uchun yaroqligu? Toparman bo'ldi-da. Onasi ingliz sal qiroq bo'ldi, chunki u toparman emas. Bizda toparman bola yaxshi. Hali o'lganda ko'ramiz, qaysi bolamizdan ko'proq ajr bo'lar ekanmiz. Vazirning ayoli Yusuf alayhisalomdan mana bu go'zalligini oldida tura olmadi. Qiyin bo'lgan u ayolga. Chunki bunaqa chiroyga ega bo'lgan yigitni uyida qul bo'lib turishligi
Kofir bo'lganlar uchun umuman musibat edi. Chidolmadi oldida. Va eshiklarni berkitdi, eriga tayyorgarlik ko'rganda yasam tusamni qildi, eng chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiydi, vazirda xotini u. Va Yusuf alayhisalomdan rovadathu, yumshoqlik, ulfatlikni talab qildi. Unga yaxshi muomalada erkalashligini xohladi. Qo'lidan kelgan hamma maqsad yetkazadigan vositalarni qildi. Va g'allaqatil abwab va qalat haytalak. Eshiklarni berkitdi va yonimga kel dedi. Yusuf alayhisalom ana shu so'zni eshitishligi bilan, shu vaqtda o'zi zudlik bilan qala ma'adalloh. Innahu robbi ahsana masway innahu la yuflihuz zolimun. Alloh saqlasin. Axir ona xo'jayinim menga muomalani zo'r qilgan bo'lsa, o'zini o'g'lidek katta qilgan bo'lsa, qanday qilib uni ayoli bilan zino qilaman? Zolimlar hech qachon najot yetmaydi dedi. Ya'ni ko'rnamay emas edi Yusuf alayhisalom. Kofir bo'lsa ham xo'jayinini qilgan yaxshi muomalasini nima qilyapti? Bilyapti. Fahsh, zino, zulm insonda albatta halokatga olib boradi. Fahsh ko'paygan joyda, zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi degan rivoyatlar bor. Fahsh, zino faqrlik keltiradi degan joylari bor. Ehtiyot bo'lishi kerak musulmon odam bu narsada. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhisolamga bergan shuncha fazildan u kishi bu ishga avvaladan qarshi bo'ldi. Xo'jayinining yaxshiligini unutmagan edi. Qanday qilib bu narsalar xabardor bo'lgan kishi fahshga qo'l ursin. Va laqad hammat bihi va hamma biha. Mana lug'atdan xabari bo'lgan odamlar ikkala kalima bir xilga o'xshaydi. Hammat bihi unga tashlandi, unga qo'lini uzatdi. Va bu muannas jinsida kelayotgan bo'lsa, hamma biha. Ham kalimasi bir arab tili shunday bir nozik tilki, bitta so'z bir joyda oq ma'nosini bersa, yana bir joyda qora ma'nosini berishi mumkin. U qaysi kalimalarda o'rnida kelishligiga bog'liq. Arab tilining murakkabligi ham shunda. Bitta kalima kelyapti, u ham hamma deyapti, bu ham hamma deyapti. Ham kalimasi qasd qilishlik, niyat qilishlik ma'nosi bor ekan. Va yana bitta hamdi ma'nosi tezda fikr yuritishlik degan ma'nosi. Demak, vazirda xotini qasd qilib qo'lini uzatdi. Yusuf alayhisalom bu narsani fahshlar haqida fikr yurgizdi. Tezligi bilan fikr yurgizdi. Mana shu yerda aytsakki, ko'chada ketayotgandim. Sig'alanib ketdim. Agar Ahmad ushab qolmaganda nima bo'lardim? Yiqilib tushardim. Demak, nima bo'pti? Yiqilmabmanmi? Laqad hamma bihi va hamma biha laula arra burhana robbihi. Agar Robbisining hujjatini ko'rmaganda deyapti, ehtimol qasd qilishi mumkin edi. Demak, qasd qilgani yo'q. Tushuntiradimmi misol bilan? To'yilib ketdim, shunday yiqilib ketayotgandim, Ahmad ushab qoldi meni. Demak, men nima qilmoqman? Agar Ahmad ushab qolmaganda yiqilib tushardimmi? Agar Allohning mo'jizasini devorda ko'rmaganida, ehtimol qasd qilishi mumkin edi deyapti bu yerda. Demak, qasd qilgan emas. Ba'zi mufassirlar Yusuf va ana shu ayol bilan yotishga harakat qildi, keyin Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bundan qaytdi degan so'zlar bor, bu to'g'ri emas. Ro'zador odam kunduz sig'ida ko'chada oqayotgan suvni ko'rib turib, shundan ichsam degan xayol o'tadi kallasidan, shunday emasmi? Lekin ichmaydi. Ro'zador bo'lganligi uchun. Lekin xayolidan o'tadi. Yusuf alayhisolamning xayolidan o'tishlikka ham fursat bo'lmadi. Tashlangan paytda Alloh taolo shunday mo'jizani ko'rsatib qo'ydi, orqaga qochishlikdan boshqa narsani topmadi. Alloh taolo bandasini saqlasa, shuna qilar ekan. Qilsammi, qilmasammi degan fursat ham bo'lmadi. Alloh shart mo'jizani ko'rsatdi, xayolga kelib ham ulgurmadi bu narsa. Yana qayta aytamiz, Alloh saqlaydi bizni. Biz Alloh tomonga qarab bitta qadamni bosamiz, Alloh ikki qadam bizga qarab bosadi. Allohga to'ngab, Alloh insof bersa namoz o'qiyman deyotgan odam jichi insof qilsa. Suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz turaveradi suv ham. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandani hidoyat qiladi. Mana endi hozirgi kelgan betimiz o'sha keyingi suhbatga tayyorlab qo'yilgan. Buni boshlasak, yana kirishib ketishimizga to'g'ri keladi. Vaqtimiz
poyoniga yetib qolgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda Yusuf alayhisalomni ana shu devorda ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Ana shu joydan to'xtatamiz va ana shu joydan keyingi suhbat inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Payg'ambarlarning qissasini davom etar ekanmiz. Mana bugun inshaalloh mana Yusuf alayhisalomning qissasini nihoyasiga yetkazamiz, agar Alloh qodir qilib vaqtimiz yetib bersa. O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhisalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. Ana shu o'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi mavzuga ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf alayhisalomning surasi qissasi dedik, Qur'ondagi eng ajib qissalardan. Chunki hech qaysi sura bus-butun tushgan emas. Ya'ni bir qissa bir surada bir boshlanib, bir nihoyasiga yetmagan. Albatta, bir payg'ambarlarning hayotidan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lgan odam tafsir kitoblarida, tarix kitoblari ko'p bo'lishiga qaramasdan, ularni ichidan o'ziga kerak ma'lumotni to'plab olishga ozgina mehnat sarf qilishlik kerak. Ozgina vaqt ketadi. Musa alayhisolamning qissasi Qur'onda 73 o'rinda sochilgan holda keldi. Demak, bu Musa alayhisolamning tarixini o'rganish uchun juda ko'p kitoblarga murojaat qilish kerak bo'ladi va juda ko'p vaqt talab qiladi. Lekin Yusuf surasi Yusuf alayhisolamning boshidan kechirgan voqealar haqida so'z yuritadi va bir boshlanadi va bir nihoyasiga yetadi. Nima uchun bunga sura nozil bo'ldi degan savol tashlandi. Bu sura Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomga taskin qilib tushirgan suralardan bo'ldi. Chunki mana aytdik, payg'ambarimizning eng bir suyangan kishilardan amakisi Abu Talib vafot etdi. 3 kundan keyin payg'ambarimizning eng suyukli ayollari Xadicha onamiz vafot etganda Rasululloh bir tushkunlikka tushib qolganda Alloh taolo u kishiga taskin qilib tushirdi. Qur'ondagi Makki suralarda asosan oxirat haqidagi va'idlar, jahannam haqidagi ogohlantirishlar nazir bor. Lekin Makki suralar qatorida bo'lgan Yusuf surasi unda mana shu suralarga aks bo'lgan holatda lutf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmatulloh aytadi, Yusuf surasini, Yusuf qissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qir ekan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytdik, inson ko'ngli cho'kib turganda, uni ko'nglini ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'nglini ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Endi u kishi yana Allohni tanigan olim bo'ladigan bo'lsa, uni taskini boshqalarnikidan ko'ra qadr balandroq bo'ladi. Endi Muhammad alayhisolamga taskin berayotgan zot bu Alloh subhanahu va taolo edi. Bu qissada ketma-ket kelgan ibtilolar bo'lishiga qaramasdan, oxirida baribir Yusuf alayhisalom najotga erishadi. Bu sura taskin bo'lib tushdi. Qur'onda Alloh taolo bu suraning qissalarining eng go'zali deb murojaat qildi. Va bu qissadan mana shu o'tgan safarga suhbatda o'tgan mavzularda yana xulosamiz shuki, ota bir qancha farzandlari bo'lsa, ana shu farzandlardan bittasini albatta boshqalardan ko'proq yaxshi ko'radi. Kenjasinimi, kattasinimi, bu gunoh emas. Lekin mana shu bitta farzandni boshqa farzandlardan afzal ko'rayotganini bildirib qo'yishlik xato. Mana shu narsani tushundik. Chunki Yoqub alayhisolamda 11 ta farzandi bor edi, 11 ta o'g'li bor edi. Shulardan Yusuf alayhisolamni ko'proq yaxshi ko'radi va buni bildirib qo'ydi. Va oqibatda akalari unga hasad qilishligi va quduqlashishlikka sabab bo'ldi. Ana shu o'tgan safargi suhbatdan yana xulosa shuki, kishi gunohni qilib turib yoki qilmasdan turib shu gunohni qilay, keyin tavba qilib olaman degan niyatni qilsa, shu qilgan tavbasi qabul bo'ladimi? Avval gunohni niyat qilib, keyin tavba qilib olaman desa, ulamolar aytishki, tavba eshiklari har doim ochiq. Ya'ni hatto ana shu Yusuf alayhisolamni o'ldirib, keyin tavba qilib olasizlarda bir-biriga nasihat qilgan aka-ukalarga ham Alloh taolo tavba eshigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkula nimada? Ana shu gunohni qilib, tavba qilishlikka ulgaysanmi degan savol turadi.
Yana shunday buzuqchiligini qilib keldida, uyga kelib, g'usulini qilib, tahorat o'qib Allohdan kechirim so'rayman deb niyat qildi. Qaytib kelayotib, uyga yetmasdan jon olishi ehtimoli yo'q emas. Demak, gunohni niyat qilishdan burun o'ylab qo'yishligimiz kerakki, tavba qilgani fursat bo'ladimi? Olgan xulosalarimizdan bir insonni mutahamligi bilan yoki so'zga ustaligi bilan yoki yig'isi bilan hukm qilinmaydi. Shu vaqt oldida bir ayol bir kishi bilan o'rtasida kelishmay qolgan bahsni hal qilgani kelishdi. O'sha yerda ato turgandir rahmatulloh. Ayol qattiq yig'lab o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lganda, u kishi aytdiki, shu qoziga qarab, shu ayol haqqa o'xshaydi. Qarang, yig'lashini deganda aytadiki, yig'i bilan hukm qilinmaydi. Agar yig'i bilan bir insonni haqligi isbotlashlik mumkin bo'lsa, Yusuf akalari otasining oldiga yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmaydi, adolat bilan hukm qilinadi. Ana shu qissadan olingan xulosalarimizdan yana sabr dedik. Otasi o'lsa, bolasi o'lsa, moli dunyosidan ayrilsa, vaqt o'tishligi bilan inson xohlaydimi, xohlamaydimi sabr qilib qoladi, ko'nikib qoladi bunga. Lekin qaysi sabrga ajr bor desa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik, bu ana shu katta ulug' ajrga ega bo'lishida sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jannati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Meroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamolar shatral jamalni tafsirida aytishadiki, Alloh taolo chiroyli yaratdi, o'rtasidan ikkiga bo'ldi. Bir qismini yer yuzida qiyomatgacha yashaydigan inson va mahluqot, hamma qushlar, hayvonlarga sochib tashladi. Yarimi hisobsiz bo'lgan odamlarga sochilganda qanaqa chiroyli insonlar, qanaqa bir tabiat ko'rinishlari yoki bir hayvonlar bor. Endi shu chiroyli teng yarmini o'zi olgan Yusuf alayhisalom qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Endi bu chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qawlan min Robbir Rahim deydi Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, hayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyatni tafsirlarida mufassirlar keltirishadi, jannat ustiga bir bulut suzib keladi deyshadi. Va jannat ahliga, ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardigorning jamolini ko'radi ular deydi. Bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatilar. Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Mana nasr olib qo'ysang ham mayli deshar ekan. Ming yil hushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti Alloh taolo. Allohning didorini ko'rishlikda, Alloh taoloning jamolini ko'rishlikda biringlar ikkilardan musobaqa o'ynab o'zinglar deydi. Xulosa shu edi. Va o'tgan safargi suhbatimizda olinadigan xulosalardan oxirgisi bu Yusuf alayhisalomda nonko'r bo'lmaganligi, ko'rnamay bo'lgan emas. Innahu robbi ahsana mathvay. Zinoga ayol taklif qilgan paytda Yusuf alayhisalom Alloh saqlasin, anavi xo'jayinim menga yaxshilik qilgan edi-yu. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandidek tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayoli bilan zino qilamanmi? Fahsh zulm dedi. Ya'ni Yusuf alayhisalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga minnatdorchilik bildira olmaydi deydi. Odamlarning yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan, Allohga ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan joyimiz qissada eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhisalomni yoniga chaqirdi. Walaqad hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhisalomga tashlandi. Yusuf alayhisalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorning burxonini, Parvardigorning hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burxon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burxonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotgandim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi-da, yiqilishga qarab ketayotgandim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi. Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham
Mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayolga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhisalomni ko'rdi devorda. Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhisalom bu faxsh deganda qo'yib mana shuni qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni, ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshik ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni faxsh ekanligini ko'rdi. To'g'risi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishidan qat'iy nazar Yusuf alayhisalomni faxsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu as-su'a wal faxsha. Biz Yusufdan faxsh va yomonlik munkarni mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsaga e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shart chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaretni chekadiganlarda e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bosaman bandamga qarab deyapti. Emizikli bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshlargacha, 10 yoshlargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashlab yuboradi sutni. Tug'ilibla topgan narsasidan ayrilib o'lmadi-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigaret tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhisalom zinoni xohlamadi, Alloh tomoniga qarab qadamni bosdi, Alloh taolo eshikni ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu faxsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis banda deb marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhisalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishlikdan tilimizni ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvalashni boshladi. Yusuf alayhisalom eshikka borib shunday eshikni ushlagan paytda tashqaridan vazir, ana shu ayolning xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhisalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y narsalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Wastabaqal bab wa qadda وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا mutahamlik qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahamlik o'tdi-da, seni ayolingga yomonlikni qasd qilgan kishining jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni, devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yusjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga achchiq o'ldirib demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak, yo qamash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turaylik, erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat, o'zini ahli ayolini boshqalardan rashk qilishlik mo'minlikning belgisi. Alloh taolo jannatda eshigi yozib qo'ygan. Innaka ahromun alad dayus. Sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa nomahram, begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhisalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, "Yo'q" dedi, "U menga osildi" dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahihrog'i ana shu nariga xonada yotgan 5 yildagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 ta chaqaloq gapirgan. Bittasi Ashobul Uhdud. Ana shu zolim podshoh mo'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tini to'ldirib yoqib, bittadan irg'itayotganda, qo'lida emizikli bolasi bor, mo'min ayol o'tga tushishlikni xohlamay orqaga qaytganda, ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqda ustasiz, irg'o'ring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhisalom qissasidagi bola aytadiki, "Qaranglar" deydi.
Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufning ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagining oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchi gapirgan chaqaloq bu kim? Iso alayhissalom. Vazir ana shu ko'ylagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Vazir qarab ko'ynakni orqasidan yirtganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi deydi. Haliga rivoyat bor, kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir-qiyshiq xizmatini qilmasdan har xil ovqat tegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'ra olmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda yer qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi, musulmon kishi baxti to'rga bo'linadi. 4 ta narsada mo'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolani baxtini 4 taga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mo'mina ayolda. 25% baxt akalar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa, bu musibat bu. Bu sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni fahshni o'zing qilib turib birovga tuhmat qilasan. Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerak edi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada wastaghfir li dambiki innaki kunti minal khotiin. Yusuf, qo'ying, esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'ying, indamay qol. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketaverdi uyda. Bu deydi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat nafs, or-nomus, hayo, erkaklik, shan degan, g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan va'z tushib keling. Qo'shib beradi, olib borib va'zga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat nafs, sharaf, or-nomus degan gapning hech qanday qadri yo'q. Said Qutb rahimahulloh aytadi, mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, or-nomus, izzat nafs degan so'zlarda hech qanday qadr-qiymati yo'q. Kishini dayusligi mana shuni o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaka haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Va qala nisratun fil madinati imra'atul aziz turabidu fatahan nafsi. Bu ayb, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhisolamning qissasini gaplashganimizda ahriju ala lutin fa innahum unasun yatatahharun. Bu Lut oilasini haydab chiqardilar qishlog'imizdan. Ular pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi yashayotgan odamlarning o'lchovini qaraylik. Vazirda xotini o'zini qulvatchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Qulvatcha bilan zino qilishni niyat qilgan uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zino qiladimi? Aytib ko'ring. O'sha ham ichasanmi? O'shalar bilan ham ichasanmi? Ichishlik ayb emas. Kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu bosh aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zino ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina mana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirning ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan, qavmini elitasi bo'lgan bizni til bilan aytganda, odamlarni ayollarini kechki ovqatga, ziyofatga chaqirdi. Ayollar kelishdi, dasturxonni to'kib qo'ydi va
Ularni qo'llariga bittadan pishoqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni, olma, anorni olib kelib qo'ygandan keyin, qani olinglar. Hamma qo'liga pishoq olib, ana shu olmani kimisi anorni, kimisi go'shtni kesayotgan paytda uxruja alayhim. Chiqing ularning oldiga dedi. Yusuf alayhisalom ularning oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hada bashara in hada illa malakun karim. Yusuf alayhisalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devorda akslanardi dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyda teng shunga barovari Yusuf alayhisalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf alayhisalom shunday chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi. Va qatta'na aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'rayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qata'a deb kelsa, lug'atdan xabari bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'riqni sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta anaydiyahunna qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar, o'zingizlar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlardan munosabatga tushib qolishinglar mumkin deb o'zini poklashligi uchun mana shu ishni qildi. Qalat fazalikunna allazi lumtunni fi va laqad rawattuha nafsi fastaqsam. Mana shuni ma'lumot qiluvdilar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim murovadani, lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la illam yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas saghirin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qamatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi Yusuf alayhisolamga tashlandi. Boyaga aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf alayhisolam bilan birga bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, xullas mingta bahona bilan o'ziga Yoqub Yusuf alayhisolamni zino qilishga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhisolamni qamoqdan chiq degan paytda chiqmayman, to meni nomimni poklamagunlarcha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib Alloh aytadi, poshsho aytadi, "Qala ma khatbukunna idza awattunna Yusuf an nafsi?" Yusufni zinoga taklif qilgan paytinglarda ahvolingiz qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadik dedi. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhisolamga tashlanganligiga mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi la yawma la zilla illa zillu." Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursisining soyasi mahshargohda bir chekkasiga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zimiz soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi Alloh taolo. 7 xil sifat ketadi, ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi varajulun da'athu imratun zata mansabin va jamal faqal inni axafulloh. Juda chiroyli kelishgan go'zal ayol va nasabdor, puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohning taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhisalom bo'ladi. Chunki qulidir. Qil desa haqqi majbur edi qilishlikka. Lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir maza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha, tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Ha, bo'pti, majbur bo'lib qolib bir marta qilib qo'yray. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa hayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroyta man ittakhada ilahahu hawahu fa adallahu Allohu ala ilm. Alloh taolo marhamat qiladi. Havoyi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan.
ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havoy nafsiga sig'ingan bilan baraveradi. Ulamolar aytadi, mana shu ko'm-ko'y osmonda ostida yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zining nafsi, bittasi Robbisi deydi. Demak, Robbisiga sig'inmagan, Robbisiga bo'ysunmagan albatta nafsiga bo'ysunadi, nafsiga sig'inadi. Qala robbis sijna habba ilayya mimma yad'unani ilayh va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin va akum minal jahilin. Parvardigoro, menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularning makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qamatib ola olmayman Parvardigor dedi. Fastajaba lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim. Bas Robbisi duosini ijobat qildi va ularning makridan uni omonda saqladi. Albatta u eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Yo zino qil, yo qamalasan dedi, qamoqda tolladi. Qamoq yaxshiroq dedi. Ulamolardan shuna bir so'zlar bor ekan, shu o'rinda qamoq emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi deydi. Tushunarlimi? Ikkita narsani taklif qildi. Qamal dedi, yo zino qil dedi, bittasini. Shu uchinchisini tanlaganda Alloh uni ham berardi. Alloh o'zing saqlagan, qamoqdan ham saqlagan, zinodan ham saqlagan, Alloh o'zi bilardi qanaqa saqlashni. Shuning uchun nimani so'rashni bilish kerak. Vazirning ayoli haqida gap yana ko'paydi. Endi bitta ayol fitnalangan bo'lsa, endi butun shaharda avtoritetlarning ayollari nima bo'ldi? Fitnalanib qoldi. Shunda vazirda ayoli kelib aytdi eriga, bu ishni tinchlaylik, meni dedi, xijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib, Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda ertalab odamlar e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishni xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiz insonni tuhmat bilan nomini qoralab qamoqqa qamashdi. Summa badalahum min ba'di ma ra'awhu al-ayat la yasjunannahu hatta hin. Aytdik, Yusuf alayhisalom qancha imtihonlarni, balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi, oxiri baribir najot bo'ldi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga taskin bo'ldi bu. Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnani ustida bilamiz kimligimizni. Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonda o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz shu poyezda ketayotganingizda, qachonki siz bilan bitta ayol yakkama-yakka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olsa, shunda imtihon bo'ladi. Ungacha men zinodan men imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar haqidan qo'rqishlar haqida masalasi o'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingiz sining shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Allohu akbar, Alloh yordam berdi. Bu yoqqa qarab turib necha marta 300 marta so'rasalar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shariy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma esli. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yasiz. Aybi yo'qmi ichida mashinangiz? Yo'q. Chunki aysiz krashini mashinani deb qo'ysangiz, olmay qo'yish mumkin-da. Vaholanki agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda, tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga, qani nima qilasan? Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomning qamalgan kunidan boshlab u kishining fazilati, boshqalarning oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarda birida tush ko'rdida kelishdi. Yusuf deydi, sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik, shu tushimizda ta'bir qilganmisan? Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzumni olib, ezib ana shu xamir qilyaptim, sharob ichimlik qilyaptim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi hublan ta'kuluhu at-tayr nabbihu min ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ikkinchisi aytdi, men deydi, novvoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib nonni ko'tarib ketaysam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim.
Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi işte. Ya'ni bu yerda ham olamiz, tushdi haqida shunday bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar degan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deyishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat qilib olmanglar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qoldim, bugun bormayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bitta inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Birov bilan o'tirsan to'lka futbol haqida gapiradi. Birov bilan o'tirsan to'lka shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirish u arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Xoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohning so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhisalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman, vaqtni tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk keltirishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazl edi, lekin insonlar juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanitdi. Ibrohim alayhisolamning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhisolamning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibay sijn, amma ahadukuma fayasqi robbahu khamra va amma al-akhar fayuslab fata'kulu at-tayru min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyingga ana shu mayda quyib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam aytga to'xta, boshqacharoq ko'rdim deb turib haliga burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullar defihi tastaftiyan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minkum uzkurna inda robbik. Sen chiqasan-ku podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi juda bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhisalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelyaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Desa Alloh dedi. Quduqqa sizni suvga tushirib yuborganda, toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda, vazirning uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda, bu fitnani siz boshidan ko'targan kim edi desa, Alloh dedi. Ha, unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunarlimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyda rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi. O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi. Chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti. Puliga, akasiga, qaynotasining konteynerlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodar oldida bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi biroddan ta'ma ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohga tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsangiz ishingizni bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizga tanishingiz bo'lsa, Robbingizga bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham hal qilib beradi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bo'lish yo'q. Qushlarda bunaqa
do'kan-po'kani yo'q, lekin tavakkal qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q kelaveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. So'fa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payyapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. Seni quduqdan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda, vazirda o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqaruvdi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun va'z haligi bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketdi qamoqda. Aytyapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga o'rnida jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir xil odamni ko'ramiz. Bu odam kidab qilsa ham katta imomni cho'rayapti. Birovga zulm qilsa ham jin tegmayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yoq zo'r ketyapti. Bo'lmasa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilingki, Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom etkizma bu narsani deb. Yusuf alayhisalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldida iqob qiladi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini rumotga turgizib qo'yib, "Tushmanglar" dedi. Biz yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan bu buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayrog'ini ontarishdi musulmonlar, mushriklardi. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizni qo'l ostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimizning gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi. Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. 1 soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Dedi, o'ljadan qolamizmi dedi, yuringlar biz ham teramiz dedi. Rasululloh mana qa deganda, "Yo'q" dedi. Esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnaylar dedi. Urush tugadi, endi tushaveraylik deydi. Yo, u domla mana qa degan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi deb sen qilayotgan ish desa, yo'q, u xastamondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Allohning iziga tashlab chiqib ketuvdi, balig'i yutib yordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib oyog'imizni qayrib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bermas ekanlar yoqda. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga, ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda tem bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhisolamda chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida hamma yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Shuda 7 ta arvoh sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoh sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan, o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chirmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Allohning qonuni nima deymiz? Uzun deymiz. Deymiz-ku, chidamaymiz o'zimiz. Xuliqal inson min ajab, inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushuni tushuna olmadi-da va vazirlarga aytdi: "Agar qo'lingizdan kelsa, vaqt tejas niyatida akalar oyatni o'qimayapman. Bu aralash sharkas tush ekan, biz tushlar ta'birini bilmaymiz." deb vazirlar indamay turganda haligi soqiyni esiga tushib ketdi. Kim esiga tushib turdi? Vaqolarina jaminhum, ana shu ikkitasidan najotga chiqqan aytdiki, men ta'vil qilib beraman sizlarga dedi. Jo'natinglar men bilan dedi. Ya'ni qamoq shaharda tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhisolamning oldiga keldi haligi yigit va aytdi: "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana tushlarda ta'vil qilib ber" deganda Yusuf alayhisolam ta'vil qilib berdi.
7 yil dedi, tinimsiz ekasizlar dedi. 7 yil dehqonchilik, ekin-tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganinglarda ekkaninglar to'playlar, sumbilida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lmagan Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganinglarni yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. Tushni ta'birini aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, ta'bir bo'ladi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhisalom. Va bu xabarni podshohning oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi. Olib keladi men oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni podshoh chaqiryapti deganda chiqmayman dedi. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Fama jaa rasul qolarji ila robbika fasal ma balu niswatul lati qatta'na diyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni meni nomim poklarlar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda podshoh yig'ib ayollarni hammasini so'roq savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiza edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdaniga yurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganini ko'rib podshoh yana ixlosi olibdi kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhisalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatli podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, qala innakal yawma ladayna makinun amin. Endi xotirjam yashayveramiz shaharimizda dedi. Yusuf alayhisalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman. Chunki vazirning uyida yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuning uchun men ishonchli, qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat shunaqa bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'lga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgani uchun. Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhisalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'qda. To'pladi, keragini edi, qolganini olib qo'yaverdi. So'ngra ana shu qurg'oqchilikning 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar oziq-ovqat topishga qiylanishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrning vaziri kengchilik mahallada sotayotgan narxda sotyapti ekan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga olib kelishni boshladi. Endi qarang Alloh o'rgatsa qanaqa ekan. Yusuf alayhisalom eski narxda berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, narxni ko'tarishib olmasin deb. Bitta shart bilan berardiki, har bitta kelgan odamga eski narxda bitta kishiga bitta tuya ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inekin nima bo'lardi? 15 ta tuyada ovqat olib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishga bir hiyla edi bu. Yusuf alayhisolamning akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta aka borishdi. Kelganda Yusuf alayhisolamning oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yoshlarda tashlashib o'rgandi dedi. Faja ikhwatu Yusuf fadakhala alayhi farafahum va hum lahu munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qaydan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpiyonmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan inilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhisalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqni o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib aytdiki, ko'rdinglar-a, men sizlarga qanaqa muomala qildim dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demasizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demasizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini
qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari bug'doy uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota" deydi. "Bo'ldi, bundan keyin bermaydi bizga vazir" dedi. Buni yeb olganimizdan keyin bizga yemoq ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Shu bitta ukamiz bor deb qo'ydik, o'shini olib kelmasalar, keyin safar kelmaylar dedi. Endi bizni ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zidan chiqdi. Ota dedi, "Ya nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytarib yuboribdi" dedi. Ana shu olib borgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishdi, lekin shart bor edi. Ana shu otalarni oldi qolgan ukalarni olib kelmasalar, sizlarga bu deb bermayman degan edi. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum alay akhihi min qabl, fallohu khayru hafiza va huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhisalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildilar uni sizlar? Yo bermayman dedi. 1 yil o'tdi. Yeydigan narsa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turganda oxiri qasam ichirib ukasini akalarga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar ham yeylar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 11 talar kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kiringlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga yetishi mumkin ko'z degan. 11 ta kuch-quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi aka-ukalar kirib kelishligi ko'z to'yishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yoqub alayhisalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yoqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yoqub alayhisalomda har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qolallohu ala ma naqul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ughni ankum minallohi shay'a. Yomonida Alloh taqdir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mawfiqan minalloh. Alloh to'rtay qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiza va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri bilamiz nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhisalom 11 ta uka keldi. Bir juftdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki ola mahonada, sizlar ikki ola mahullas, 5 ta uka, 10 ta ukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib yuborgandan keyin ukasini bag'riga bosib, men seni akangman dedi. Kegucha Binyaminni ham urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga ozor berishmaydi dedi. Endi qaytadigan paytda yana hiyla qildi Yusuf alayhisalom. Idishlariga bug'doylarni to'lg'izdi-da va buyurdi, qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu bug'doyda o'lchaydigan bir cho'michinimi, jominimi idishini ana shu Binyaminni qopiga solib tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun." "Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. "Nima yo'qotdinglar?" deb keluvdi. "Podshohning cho'michini yo'qotdik" dedi. "Kim topsa bir tuya taom mendan" dedi. "Men kafolatman" dedi. "Kafolatlayman" dedi. "Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgan kelganimiz yo'q" deshganda aytdiki, "Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz?" dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilishi kerak edi. Binyaminga bu narsani xohlamas Yusuf alayhisalom. Endi Yoqub alayhisalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan molda egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta aka nima deysiz? Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazoni Yoqub alayhisalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab kelib turib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. Bo'ldi, endi qoladi bizda qul bo'lib dedi. Otasiga bular qasam ichib kelgan.
Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. Akalarimiz qaytarib ukamiz edi. Shuni yalinishni boshlashdi. "Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor." Unamadi. Zulm qilganmiz qolganlarga dedi. O'g'ilni o'qisa-yu. Bu ham bitta Alloh taolo o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi. Chiqib ketishdi. Akalar aytishdiki, bu o'g'illagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhisalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi ikkita xotinidan va 4 tasi ikkita cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka-uka edi. Aytishdiki, bu dedi o'g'ili qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'ili qilgan edi deb Yusuf alayhisalomning o'g'ili qilganligini Yusuf alayhisalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhisalom yoshligida o'g'ili qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib o'rgan bo'ladi o'g'illab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda voda bor edi, o'zi o'g'illik bo'lar deb. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi bu? Qalu in yasriq faqat sarqa akhun lahum min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdiha lahum. Jahli chiqdi, lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarining oldiga borganda aytishdiki, "Ey ota" deydi, "Ota bolangiz o'g'irlik qildi" dedi. Biz g'aybga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima degandi Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsak ham ishonmaysiz baribir deyshgan edi. Endi bu safar innala sodiqun, biz rost gapiryapmiz deydi. Ya'ni inson o'zining yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yaqub alayhisalom Yusufdan ajragani yetmagandek, Yaqubdan Binyamindan ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. "Ey Yusuf" deb turib, "Kazim, fahuva kazim" yig'lab, kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, "Sizlar noumid bo'lmanglar Allohning huquqidan. Tanish bilishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor." Endi har safarda o'rtasida 1 yil o'tardi. 3-yilga kelib hech narsasi qolmaganda borgani. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishdida vazirning oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. Yusuf deydi, "Vajina bi bidatin muzjatin fa'fi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna Alloha yazil mutasaddiqin." Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi. Akalari xor bo'ldi. Yusufning oldida. Alloh taolo aytganda, "Hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi" dedi. Akalarini bundan ham paslashligini xolamadida, "Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idamtum jahilun." Johil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasining o'rtasida qilgan ishlarni bilasizlarmi dedi. Shunda ular "Qalu aynaka anta Yusuf", sen Yusufmisan deydi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlat ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taoloning bergan fazli marhamati dedi. "Men Yusufman" dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Fa inna man yattaqi va yasbir fa innahu man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yudhi'u ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsalar shu qiyinchilikka dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytayotgan istifolarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhisalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalariga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otamog'iga borib yuziga tashlanglar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan
karvon bilan. Ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhisalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishigi bilan Yusuf alayhisalomning ko'ynagini hidini sezdi Yaqub alayhisalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ynakni betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kunga sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki: "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar la ra'aytuhum li sajidin." 12 yoshli paytda aytdi, otajon 11 ta yulduzni, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi? Otajon dedi, mana dedi. Tushimi ta'biri shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi. Va qad ahsani bi iz akhrajani min as-sijn va ja'a bikum min al-badw min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni va bayni ikhwati inna robbi latifun lima yasha innahu huval alimul hakim. Eng asosiy xulosa taqvo qilib, sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makka da qolyotib, agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lini so'yishga Ibrohim alayhisalom tayyor bo'ldi, Ishoq alayhisalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi, ikkalasining ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo Karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, po'ngichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi: "Manil Karim?" Eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar, 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 payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilishi bo'lsa, Yusuf alayhisalomga hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar. Otasi, bobosi, otasini bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyatda Yusuf alayhisolamning qissasi tugaydi. 101-oyat. Diqqat qilib turamiz. Robbi qad ataytani minal mulki va allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Do'zaxga ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, 1 yildan keyin ukaz boshlar. Lekin siz 1 yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Musa alayhisalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Musa bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiquvdi, lekin iymon keltirib asrda shahid bo'lishdi, Shomda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yaratgan Robbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmon yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda meni do'stimsan. Tavaffani musliman. Meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kerilmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisolamning qissasini nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Fa innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzajirul muhsinin. Kim taqvo qilib, sabr qilsa, mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonimni olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz ham mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va alhiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.